Mana bu rengen sнимkada ikki tomonlama displastik ko'ksar turibdi. O'ngida ikkinchi, uchinchi daraja, chapida ikkinchi daraja. O'ng tomonda aseptik nekroz boshlangan holat edi. Hozir og'riq kuchaygan vaqtda kelib yotib davolandilar. Hozir yurib bemalol kelib ketyaptilar. Tiklanish davri boshlandi. Mana ikkinchi rengen sнимkamizda ya'ni aseptik qurib qolgan holat son suyagini boshchasidagi tiklanish davriga osteoporozga aylandi. Shuning natijasida yaxshilanib kelyaptilar. Harakatlari kuchaydi. Yana bir bor aytaman, kompleks lecheniya natija beryapti. Ba'zi bir bemorlarimiz operatsiya qildirmayman deb turib olishadi. Haqiqatan ham operatsiya qildirmasa, vaqtida aytgan dori-darmonlarni iste'mol qilib turishsa, natija yaxshi bo'lyapti, Xudoga shukr. O'zingizni qanday sezyapsiz hozir? Og'riqlaringiz qanday? Og'riqlarim kamaygan. Yurishlaringiz yaxshi bo'ldi. Zinalardan bemalol chiqyapsiz. Oldingi safar kelganingizda qanaqa holat edi? Buni Oldingi so'rash. safar zo'rg'a keluvdim. Og'riqlar kuchli. Arang chiqib keluvdi zinalardan. Hozir juda zo'r. Bemorimiz masalan ayol kishi bo'lganligi uchun ko'rsatish xohlamadik, ovozlarini eshitib turibdilar.